Good afternoon, everyone. We are going to announce the results of the storytelling competition. First, and I warmly welcome Anabi Patricia. Let's give a round of applause for Anabi Patricia. Hürmetli o'quvchilarim, hürmetli qizlarim. Mana Hindistondan kelib sizlar uchun shunchalik mashaqqatli mehnatlarim ayamasdan ondan yanada ilgarilab boradi. Bu tabiiy hol. Biz qabul qilamizmi, qilmaymizmi, bu hayotni o'zini bizga bergan bahosi bo'ladi. Va bu hozirgi sizlarni ko'rayotgan natijangiz orqali siz hech qachon tushkunlikka tushmaysiz. Kimlardir sal birovdan dugonasidan orqaroqda, kimlardir o'rtog'ining orqaroqda, kimlardir bir yerda o'zini bir tushunmovchilik. Hamma o'quvchilar bu yerda ingliz tilidan mana shu Mr. Shabibni darsina qatnashib bilmaydirdilar, to'g'rimi? Ular ustozning talabini, uni topshiriqlarini javob bera olmaydirdilar. Bolalarımda profesörlerimiz şu bizlerin, şu o'quvchilarimizdan farzandimizdan sizlere yine til bilsinler, yine hazır gelip sizlere okuttuk, sizlere yakıttuk mu şu? Yakar mı? Şu mesela til bilen boy boladı. Hazırda şu okup öğreniveriş gerek. Üstünde. Erteki şu institut'a giden vaxtlarınızdan yaxşı boladı. Hamma zo'r bo'ladi. Ertaga hayotlaringiz ham zo'r bo'ladi. Sizlarning ota-onalaringizni nasllardan sizlarga dimog' zo'r bo'ladi. Ota-onalaringizni, o'zlaringizni, farzandlaringizni kelajakda zo'r etib boqib, yaxshi yashaysizlar. Tushundingizmi? Yaxshi. Omad tileyman. Shuning uchun kurashish kerak. Men qolib ketaman ku baribir. O'tib bilmasam degan narsani yig'ishtirasizlar. Hammangiz finalgacha borasizlar. Keyingi raundlarda o'tishlaringizda omad tileyman. Thank you. Are we waiting for seeing your results? Okay, let's see right now. Going to participate in the final round. Aynaga qarab repetisiya qilasiz, hech kim yo'q deb his qilasizdan olg'a bosasiz. Hurmatli o'quvchilar, yaxshimi? Eng avvalo talab qilsangiz yaxshilab olin. Tushunarlimi? Hammangizga omad. Thank you, teacher.